Xotirjam bo'l. Yurkunga atmayman. Seni aldırmay, qiynab, asta-asta o'ltiraman. Her bir azapning qanchalik ochiq bo'ladiganligini san tetib qo'yaman. Yana bir qitim so'rab baqay. Meni seni o'ldirishga kim avatdi? Bo'ldi, atma. Zhang Baozhi. Zhang Baozhi. O hozir qayerda? Men bilmayman. Rostini bilmayman. O sen bilan qanday aloqalashdi? Aloqalash o'rnida. Aloqalashish o'rni qayerda? Xishin ko'rki Lutiao ko'chasi 9-numar. Chunyin bajaxonasida. Mayt, yaxshi. Rahmat sana. Ameliyat onu ben öldürmesem mi? Zhang Baozhi öldürüp etidi. Şundak mı? Lekin bundak ölüm bekmi körümsiz. Siz sepi o'zidan tashirak odam ekansiz. O'ylab baq. Ular mening qo'l ostimdagilarga qanday muomalada bo'lgan? Undaqda bundaq gapni hargiz qilma. Mayli, tong otay deb qoldi. To'xtanglar. Qayerga borsizlar? Bilmayman. Makonimiz yo'q. Jahon kezimiz. Men xo'jayin qanday javob beraman? Nimani desang, mayli. Biroq bugungi ishni tilg'ovchi bo'lma. Bo'lmasa, o'zingga avorchilik deb bo'lasan. Bundan keyin siz bilan qanday aloqalashaman? Yana aloqalashishning hojati bormi? Biz degan do'st, to'g'rimi? Yana kelib sizga yordam qildim. Siz menga odamgarchilikda qarisiz. O'zingning turar joyini aytib bag. Men bexatar o'rilish bo'lgandan keyin sen bilan aloqalash usulini aytib beray. Shapingba Sharq ko'cha 4-numar qasr. Meni uzun saqlatib qo'ymang, ha? Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Xo'jayin, qandaqroq? O'ltirishga avatgan odamlarimizning hammasini o'ldirib yutibdi. Hozir jamoat xavfsizlik qismi Do'yin mehmonxonasini qurishib olib, tekshirib yutibdi. Partiyani uyg'otib qo'ydinglarmi? Shundoq. Natijaning bunday bo'lishini faqatla o'ylab boqmabdi ekanman. Ularni joylaymiz deb aksiya ziyon tortib oldik. Hozir kompartiya bosib kirdi. Bizning hozirgi ahvolimiz intoyin nacharalik tushib qoldi. Xo'jayin, agar kompartiya o'lib ketgan qotillarning salohiyatini tekshirib qolsa, cho'qim mening o'rnimni bilib oladi. Bu endi qanday qilamiz? O'zingni besib ol. Nima degan yomon qahramon bu? Baozhi, qo'l ostingdagilarga hozirlik xabar qil. Aloqalash o'rnini aytirasin. Hammasi yo'shirinib tursin. Buyruqsiz sirtqa chiqishga, harakat qilishga hargiz bo'lmaydi. Xo'p. Xo'jayin, undaqda biz Chintani davomli qo'g'lamdik. Bu odamni yo'qotmasak, beshimizga balo bo'ladi. Shuar, sen darhol C gruppa va B gruppini harakatga keltirib, butun shaharni yo'shirin aqtirib, uning izdirgini qil. Xo'p. Darhol qo'l ostingdagilarga buyruq tushir. Chingtanning izdirgini bilgandan keyin o'z beshimchilik qilmay, darhol men dokulat qilsin. Tushundim. Bundaq odam o'lsa zoya ketgidek. O'lmasa texmi xatarlik. U xuddi o'lja izlayotgan burkutga o'xshaydi. Uning ko'ziga cheliq qoldimi, hech qutulg'ili hargiz bo'lmaydi.
Shuning uchun sizlar qattiq ehtiyot qilishinglar kerak. Ma'qul. Xo'jayin, Yushan qaytib keldi. Ha? Kirsin. Ma'qul. Yushan. Xo'jayin, Qandaqroq? Chingtang bilan so'zlashdingmi? shundoq. Qachon ko'rishimiz? Uni qayil qilmoq bakmi tas. Men tirishdim. Mening o'ylig'inimdek bo'pti. Qarag'anni biz barliq kuchimiz bilan taqobil turmasak bo'lmag'idek. Yushan, menga yordam qilishingni umid qilaman. Xo'jayin, men sizga izchil yordam qilyapman-ku. O nerede turibdi? Dingiyun mehmon sarayida. Bundan keyin uning ahvolini har vaqt menga doklad qilib tur. Mumkin emas. Ha? Endi uni izlab topolmayman. Nemishqa? Hamkorlashimiz mag'lub bo'lgandan keyin urushning boshlanganligini ifodalaydi-da. Men degan sizning odamingiz. U menga yana ishonami? Bo'ladi demasa, vaqti kelganda sen bilan aloqalashaman. Ma'qul. Ay, bo'lin Yushan, bag'ansiri o'z sinimiga saydigan bo'lib oldi. Kapolat bermanki, bugungi Jambovji odamlarni Dingyuan mehmon sarayga avatganda, u cho'qim Chingtang bilan billa. Sen odam avat, uning turalg'usini kecha-kunduz nazorat qilsin. Uning Chingtang bilan aloqasi yo'qligiga hargiz ishonmayman. Ma'qul. Men hozirlik berib o'rlashtiray. Biz nemishqa bu yerga kelamiz? Bu bahor manzarasi, Majanxona, Jambovjining aloqalash o'rni. Bu yerdan uni topa olamdiq? Mayli. Xo'jayin, 2 stakan choy. Mana hozir. Bular hammasi yoshurun harakatining ahllari. Abdubashirsiz etilib ketgan Jambovji bundaq yerda hargiz turmaydi. Undaqda bu yerga kelib nima qilamiz? Mana chayingiz. Qani marhamat. Yo'lbosni tog'dan tushirib, yilonni urkitimiz. Yilonni urkitimiz? Bu nimani tushuntirdi? Savolingiz pek ko'p bo'lib ketdi. Nima? Zerikan o'xshamamsiz. Men degan sizning sherikingiz. Men bu yerda jidal chiqirib, dushmanga Jambovjiga ko'z tikkanligimni oshkorlayman. Undaqda ular hujum qilmamda? Ular hujum qilsalar bizga fursat kelmadi. Bo'lmasa bu bepoyon odam dengizda nega ko'rib Jambovjini topamiz? Vaqt keldi. Oy. Aka, maja o'ynamsiz yoki shish qolmoq? Cho'ngchek. Hey, dal vaqtida gapsiz. Bu qatam siz hozirla boshlandi.
Aka, gap bizda yo'l tusida debdikan. Biz faqat tangu qabul qilamiz. Qog'oz pul olmaymiz. Ma'qul. Qani, marhamat. Bu yoqqa. He. Qani, marhamat. Qani. Men buni tutyapman. Bu nima ish? Nima ish bo'ldi? Aka, sizning bu Qandaq? Qabul qilmamsizlar? Aka, bizning Chunyi majoxonimiz Chongqing pristandagi har qaysi yurt kezar do'stlarning olqishiga erishgan. Yoq yurtga danqiba desakmi bo'ladi. Sizga pul kerak bo'lgan bo'lsa, qanida iningizni hozirla tayyor qiladi. Agarda o'ch adovatingiz bo'lsa, o'tni kimni tutsa, shuni qo'li ko'ysin. Uni obdan tunib, satni bir taraf qiling. Nima degan cho'ng so'zliganlik bu? Amisi men baho qo'ydim. 100 ming tanga. Ha. Jidal chiqoqli gapsan-da. Aqlliqkansan. Ma'qul. 100 ming ko'p emas. Tez bo'l, tatminlik pulni yeb kel. Hop. Bu ablah bu yerga jidal chiqarmoqchimi? O'zini bilmagan bu yana qanday joy deb qoldi? Bu yer Boqoning joyi. Tez qo'lingdagini tashla. Mening quloqim ancha yaxshi emas. Bayatda nima deding? Men Sen meni ablah deding, o deyman. yo'q, men ablah. Ha. Shundaqmi? Hemen çıkıp gidiş. Bir cümle sözünü nahayet doğru etti. Otunu kim tutsa şunun kolu köydü. Ben bugün Can Bavucu'nu izlep geldim. O kayada. Bu begim kemidi. Biz mi bilmeymiz? Yalğan Edward sen. Aka, ben rastını bilmeymen. Ma'qul. Undaqda sana yardım qilib, aslimani asli keltirib qo'yay. Aka. O'rindiq ustiga chiqib tur. Bu ne? Ma'qul. Men aslimini unutib qoladigan odamlarga mo'shundaq usulni qo'llanaman. Çoqum çing tut. Qani qachongacha bardoshlik bersanki? 1 soatmi yoki 2 soatmi? Faqat qo'limdan tushib ketsila. Bum. Ko'lga aylanib ketsan.
Men sırt saqlay. Chidayolmadim. Xo'jayin, rost gap qiling. Bo'lmasa, hammamiz o'lamiz. Shundoq xo'jayin. Aka, bo'ldi qiling. O'zini qilay. Men hammani aytay. Aka, men hammani aytay. Sizning o'zini qilay, meni qo'ying. Aka, bo'ldi qiling. Men o'zini qilay. Men hammani aytay. Aka, ma'qul bo'ling. Meni qo'yib bering. Aka. Ben hammani aytay. Men aldırmayman. Yaxshi o'ylanib baq. Mening boshqalarni qistash bilan to'liq xo'shim yo'q. O'z qilishni xolamaydigan ishlarni qildiribmi yo'q. Men oldirayman. Yo'q. Men ma'qul bo'lay. Ayta. Aka, bu begim odatda mojaxonaga ancha kelib ketmaydi. Odatdagi vaqtda bizning ishimiz bo'lsa, uning bilan aloqa qilishimiz. Odatda ushkuch sirtidagi yongji ipakrak to'qiniga berib, so'ng'uchilarni izlaymiz. U xabarni bu begimga yetkazib berdi. Bu begimning ishi bo'lib qolsa, o'zi keladi. So'ng'uchidar? To'g'ri. Sen Janbavjining nima turdig'ini bilamsan? Rostini bilmayman, aka. Janbavji yaqindan buyon kelpaqdimi? Tunigun kecha u bir necha odamlarni boshlab mojaxonaga kelgan. Orqa qo'yildagi uyda soat 9gacha o'ltirib chiqib ketgan. U bir necha odam nima ish qiladi? Hammasi sirtdagi odamlar. Usti merganlar. Eng yaxshisi deganlaring rost bo'lsin. Rost gap. Hammasi rost gap. Bir og'iz yolg'on so'zlasam, meni chaqmoq ursin. Janbavjiga Changtang izdavatudi deb qo'y. Ma'qul. Kim? 7 aka men. Ishnosh. Tapanchalarni yig'ishtirib et. Bara, ishni och. Limonda osti ochsa, aldirash shu. Nima? Sizlar xabarni anglab bo'ldinglarmi? Nima xabar ekan u? Xabarni anglamagan bo'lsang, nimadir tijorat qilmiding? Hay, boyatim biri bu yerda jidal chiqargandi. Shuni biz qochdik. Mehmonlarni tarqilib ketdi. Shu ekanda. Bu bugundan boshlab barliq aloqa qilish o'rnini taqab turish buyruq qildi. Tushundim. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com.
mundaq uzun yo'qolib ketsiz bekmi ansirab ketdi. Ansirgidek ish yo'q. Boyatdan manganda o'q ovozi anglandi. Bir to'p odamlar qochib ketdi. Qo'rqonimdan o'lay deb qoldim. Hanim bo'lsa uzun o'tmay sirtqa chiqdingiz. Men tex ishlar oyoqlashgan chaqay debdiman. O'ylamagan yerdan yana kirib ketdingiz. Yerim kun saqlabmi sharpini his qilmadim. Siz nima ishqa sirtqa chiqib tamak chekisiz? Ishchida tamak chekishga yo'l qo'ymaydi ekan. Aldamchi. Hey, 7. aka, nima bo'ldi? U uduldagi choyxonada turdi. 7. aka, u bizga ko'z tikkan o'xshaydi. Ha, bu bo'lamdi. Agar u sezib qolsa-chi? Qo'rq gapni osqab tez bor. Qanaqroq? Sizga rostlanib qo'l qo'ydim. Siz Majanxondagilarning Yo'nji Yipak Raxtokini badalqini qandaq bildingiz? Bu to'limi oddiy. Majanxona xo'jayinining aytishicha, Yo'nji Yipak Raxtokindagi so'ng'uchilar Jangbavji bilan aloqalashib mas'ul ekan. Hozir Majanxonda ish chiqdi. Ular amal qilib bu ishni so'ng'uchilarga yetkazdi. Ondan so'ng'uchilar bu ishni Jangbavjiga yetkazdi. Mana bu ular avval harakatga o'tsin deganingizmi? Oxiri tushunibsiz. Endi mangdigan qadam so'ng'uchilar Jangbavjiga bu xabarni yetkazish uchun ko'rishadi. Uning iziga tushamdi. Qandaqa? Yo'nji Yipak Raxtokini qanaqroq ekan? Yo'nji Yipak Raxtokini 3 ochiq ko'chaning sirtidagi ko'rik ostida ekan. To'rt atrofidagi eshik ochiq, kelib ketadigan odamlar bakmi ko'p ekan. Yo'nji Yipak Raxtokini bakmi qizib ketibdi dedingizmi? Ha. Qandaq? Hozir nima qandoq? Nega bormiz? Yo'nji Yipak Raxtokiniga. Mayli. 7. aka, qanday bo'ldi? 7. aka, u ketdi. Kim famillik men bilan o'ynashyapti nima? O'zini bilmaydi qoldi. Birodarlarni chaqirgan. Hozir bu yerga ketaylik. Ma'qul. Sen nima qaytib kelding? Albatta, men uni qaytarib keldim. Ha? Aka, siz qaytib keldingizmi? Meni nima desun deysan? Men odam o'ldirishni yaxshi ko'rmayman. Biroq sen o'xshash hiylagarlarni qanday qilsam bo'lar? Ha? Aka, gapingizni tushunamadim. O'zingni shuncha aqlli chaqlamsan? Meni oldi olayman demsan? Yipak Raxtokini
so'ng'uchidar. Hikoyani nihoyat yaxshi to'qidi. To'limi afsus, gapingga beshidli ishonmagandim. Aka, meni deganlarimdan hammasi rost. Bir eg'iz gapim yolg'on bo'lsa, Chaqmaq ursin, to'g'rimi? Seni chaqmaq necha qatim urib bo'ldi-ku deyman. demoqchi bo'lganingiz Yongji Yipak Raxt do'koni sizlarning aloqalash o'rninglar emas. Albatta, so'ng'uchidarmi mavjud emas. U faqat bir setilish o'rni. Biroq so'ng'uchidar dal sen. siz qanday Men qanday bildim, to'g'rimi? Bilamsan, bayatdan majanxonaga Jangbauji avatgan xabarni yetkizgili bir odam keldi. U sana bugundan boshlab barliq aloqalash o'rnini aytib o'tishni xabar qildi. Biroq Javyachin sening izingga tushib, Yongji Yipak Raxt do'konining oldigacha beribdi. U ya nihoyat qizib ketibdi. Hech bir eshikni taqaydigan shapimi yo'q. Bu xalitlik emasmi? Shu orqali men bir natijaga erishdim. Sen yolg'on so'zlading. Nimali degan bilan yerim yo'lda sening bir sherikingni tutib oldim. Albatta, sening salohiyatingni menga u deb berdi. Qandaq? Endi tushungansa? Bayatdan bu yerdan ayrilish oldida sana qolgan gaplaring eng yaxshisi rost bo'lsin degan edim, to'g'rimi? Biroq sen meni bakmi umidsizlantirding. Rostchil odam bo'lish uncha ular tas emas. Biroq sen-chi? O'lishni xohlasangmi, bunday yo'lni tanlamasliging kerakdi. O'lishga tayyorlik qil. Aka o'tinib qolay, meni qo'yib, men aytay, hammani aytay. Men sana Jangbaujining turish o'rnini aytib beray. Meni o'ldirmagan aka, meni qo'yib, o'tinib qolay. Sana yana ishinamdim. Jangbaujining o'sha to'ygan ko'chasi, uni jumla qasirib turdi. Aka meni qo'yib, o'tinib qolay, meni qo'yib. Aka o'tinib qolay. Men cho'qim o'zgaraman aka. Birodarlar, o'q chiqaringlar. O'zgarmaydi ekansan. Aka o'tinib qolay. Meni qo'ying, meni o'ldirmang. Bir qo'shqinimni keching aka. Unda qilmang. Meni o'ldirmang. Bir qo'shqinimni keching. Birlashma yig'in. Shundaq. Tönögün kesh boshqarma qismidagi yo'ldoshlar Dingyun mehmon saroyida o'lganlarning salohiyatini tekshirib chiqdi. Bu o'lganlarning hammasi ozodlikdan burun Juntongning bir muhim organda xizmat qilgan ekan. 3 birlashma yig'in bosh rolining ismi Jangbauji. Demakchi bo'g'ingiz, u o'lganlar Juntongning maxfiy shpionlari ekan. Hozircha mushtarpi aniq. Bu shpionlar kechida Dingyun mehmon saroyiga berib nima ish qiladigan bu?
Mehmonsaroyning xizmatkorining deyishicha, tunögün yerim kechida 7 odam qurol elib, tuyuqsiz mehmonsaroyga besib kiribdi. Ular tapancha tanlab tizimlik daftarini chiqarishni buyuribdi. Ondan keyin ustunki qavatga chiqib ketibdi. Bir necha minutdan keyin bino ustidan tapancha ovozi va bomba ovozi anglabdi. Men o'z qo'lim bilan naq maydonni tekshirib baqdim. Uy ichidagi karvat, yostiq va yotqanlar o'q otganning dastidan o'tma tushib bo'lib ketibdi. Tamladim nurg'un o'q izlari bor ekan. Yana ular 206 yotoqqa bosib kirib, qotillik qilmoqchi bo'lgan. Natijada uy ichida qiltaq qurib ularni o'ldiribdi. 7 o'likning 3i bino ustida bombada portlab o'libdi. Qolgan 3i mehmonsaroyning eshigi oldida miltiq bilan bosh va ko'krak qismiga etib o'ldirilgan. Eng g'alati bo'lgani, eng oxirgi o'likning jasadi bir ko'chaning yog'och ko'riki tuvida turdi. Jasadning 4 yeriga o'q tekkan. O'ng so'l tizig'iga, mo'risiga, yana biri ko'kragiga tekkandan keyin o'lgan. Sizning suratlab berishingizcha, o'lguchilarning hammasi tegidek bir o'qtila o'lgan. Uning ustiga hammasining ko'krak qismiga tekkan, shundaqmi? Shundaq. Bu shuni isbotlab berdiki, qotil usti mergan. Yana kelib, kasb ahli, o'ldiring. Bu tarafini jazmlashtirishga bo'ladi. Avval bombaning qo'ygan yeri nihoyat to'g'ri. Maqsad raqibini portlatib o'ldirish, ya'ni kelib atrofdagi yotoqlarga ta'sir yetkazmaslik. O'lganlarning o'q izlaridan ko'rilishga bo'ladiki, qo'l sog'an odam cho'qim usti mergan. U oddiy odam emas. To'g'ri, boshqarmadagi yo'ldosh bir tarafini so'zlab o'tdi. Portlab ketgan 206 yotoqda bir ayol bir er urilishibdi ekan. Tizimga olgan ismi Chintang. Meningcha bu saxta ism. Chintang? Shundaq. Portlatish mutaxassisi va usti mergan. Chintang. Chintang? Yo'yachim bilan birinchi qo'l birinchi numar. Ulama? Ulardan boshqa yana kim o bir er bir ayol birga bo'ladi. Yantaqi portlatish mutaxassisi va usti mergan. Asosi bor. O'xshash bo'lib qilish nisbatimi bakli to'van. Yana kelib, Chintang bilan Chintangning talaffuzi nihoyat yaqin. Meningcha, cho'qim ular. Yo'ldosh Yusha, siz darhol 5-numar bilan aloqa qilishing. Nihoyat tezlikda bu ishlarning tafsiliy ahvolini egallab beqing. Ma'qul. Qaytib berib bu ishni bajaray. Agar Rasululloh mehmonsaroyda turgan odam Joyachim bilan Buranchapqin 1-numar bo'lsa, undaqda ularning hozirgi ahvoli texnik xatarlik bo'ladi. Loli, meningcha biz hozirlik harakatga kelsak bo'lamdi qandaq? Bu tarafini o'ylasak 1-numarning harakatiga yordam qilaylik. Biroq cho'qim fursatni ching tutib, go'shmi ko'ymaydigan, ziqmi ko'ymaydigan holatda 1-numarga yordam qilaylik. Hargizmi dushmanning diqqatini tortib qo'yib, ularni bilib qolmasin. Bo'lmasa 1-numarning ahvoli texnik xatarlik bo'lib qoladi. Bildim. Qarang. Boshliq, bayatdan xishin ko'riki G'arbiy Yo'toq ko'chasiga Chunyi mojaxonasida portlash yuz beribdi. Jamoat xavfsizligi va boshqarma qismidagilar atrofni qurshab oldi. Uy ichida 5 odamdan jasadi bor ekan. Men naq maydonga berib qarab baqsam, 5 nafar o'lguchining hammasi tapancha bilan itib o'ldirilibdi. Qotilning o'q etish mahorati nihoyat yuqori. Qarmoqqa tashkilotning ish ko'rishda qilmaydi. Boshliq, o'zingiz berib naq maydonni ko'rib baqamsiz. Tunugun Dongyu mehmonsaroyida. Bugun Chunyi mojaxonasida. Berib qarab baqaylik. Ma'qul. Boshliq. Mayli, ma'qul. Portlig'ini Amerikada yasalgan qo'l bombasi ekan. Buni naq maydondan bayqadik. Atrofdagilarning aytishicha, avval mojaxonada o'q ovozi anglangan. Keyin portlash yuz beribdi. Biz bu yerga kelib jasadni tekshirib boqdik. Jami 5 nafar jasad, hammasi bosh, ko'krak qatorliq, oson o'ladigan yerlarga o'qni markaz qilib etib o'ldiribdi. Shu sababdan qotil avval odam o'ldirib, ondan portlatgan deb hukm qilish bo'ladi. Jasadni ko'rib boqaylik. O'lguchining salohiyatini aniqlab chiqdinglarmi?
Aniqlab chiqdik. Bu 5 odam Majanxonning xo'jayini va uning xizmatkorlari. Xo'jayinning familiyasi So'ng. Ozod bo'lishdan ilgari Juntoning ish birlashma yig'inining a'zosi. Ya'ni shu ish birlashma. Yana boshqa ahvollar bormi? Bayatni tekshirib berayotganda bir narsani bayqab qoldik. Bu Majanxonning asli xo'jayini o'lib ketgan xo'jayin emas ekan. Ammo uy egisi kim ekan? U odamning ismi Bovun ekan. U odam ish birlashmaning a'zosi ekan. Bir necha yilning oldida chekinib chiqib, savdo ishlari bilan shug'ullanibdi. Bu odamning tafsiliy materiali va turishlik o'rni bormi? O Shapimada Kongochda bir samovar sho'rxonasi ichibdi. Uning bilan ko'rishib kelishga odam evatdim. Bo'ladi, nihoyat yaxshi. Ishini qilayver. Ma'qul. Loli. Shuni hukm qilishga bo'ladiki, bu Majanxona dushmanning aloqalishish o'rni. Qotil kim? U nimishqa bu Majanxonni portlatib etdi. Nim dedingiz? Ha, o'ylab baqing. Agar u odatdagi 3 adovati bor odam bo'lsa, Majanxondagi xo'jayin va sheriklarini o'ldirishni ko'pay qiladi. Biroq nimishqa ortiqdan ortiqcha lashni qo'shib qo'ydi. Agar uning jasadni yo'q qilish plani bo'lgan bo'lsa, bir tal qo'l bombasi bilan ishni bajarish mumkin emas. Bayatning ichida yuz bergan ahvolga qarsaqla buni bilamiz. To'g'ri. Undaqda bu qatim portlashning zodi nima ahamiyati bor? Agar ish birlashma uyushmasi degan yipuchidan foydalansak, Dingyun mehmonsaroyidagi qotillik va bu yerdagi portlashni birlashtirib tahlil qilsak, balkim natijaga erishib qolishimiz mumkin. Qotil bizning diqqatimizni tortmoqchi. Mening o'ylaganimdek bo'ldi. Undaqda bu odam zodi kim? Albatta, faqat u. Bu aniq bo'lgan ogohlantirish. Biz harakatga boshlaylik. Uy egasi javonbonni tutib, uning og'zini echish kerak. Qarab baqaylik, bir natija chiqamikan. Kechikishga bo'lmaydi. Hozirlar harakatga boshlaylik. Voy. Tez bo'l. Sening materialing bizning qo'limizda. Yoshlik bilan masalani topshir. Bilamsan, bizning siyosatimiz tamom oyoq. Askar qilsa, qanchalik qilamiz? Qotil qilsa, jazolaymiz. Yoshlik bilan masalani topshir. Ayta. Xo'jayin, chataq bo'ldi. Nima qo'rqib ketdi? Aldirmay Chindan so'zla. bahar manzarasi Majanxonasini portlatib etibdi. Kompaniya boshqarma qismi butun naq maydonni qo'rshiyapti. Yana Jangjidagi turlik mollar do'koni va Yulan mehmonsaroyidagi eng muhim bo'lgan ishga aloqa qilish o'rni buzib tashlanibdi. Nima? Yulay mehmonsaroyi oshkorlanib qolibdimi? To'g'ri. Kompaniya armiyasi Yulay mehmonsaroyidagi yoshirinmagan birodarlar bilan tutishib, 20 necha odamni o'ldirib yerlantiribdi. Yana 10 necha odamni tutib ketibdi. Agar bunday ketaversa, bizning aloqa qilish o'rnimizni oshkorlanib qolishi mumkin. Hey, o'zing tutib ol. Jangbaujicho. Nyujautuda. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Shudo. Bak. Hozir Nyujautuga qarab yo'lga chiqinglar. Jangbauji xabar qil. U barliq aloqalash o'rinlaridagi birodarlarga bugungi shahar sirtiga chiqib ketishni buyruq qilsin. Xo'p. Yana Jangbauji endi Nyujautuga qaytib kelmasa, Changtang u yana tezda tepib olishi mumkin.